Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Xo'p, bugun 1-iyun haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bu tepa pastlarda aka, mana ko'ylaklari 27 ming deyapsizmi? 10 yosh, 8 yosh, ha? Hozir o'sha yerga o'tib ko'rsataman buni. Bu-chi mana tepasi futbolkali, yo futbolkasi. Narxi bir xil ekan hammasini. Bular o'sha 3D material ekan, bunaqasi, shtampil. Faqat sizda razmeri bir xilmi, shularmi? 8 yosh, 10 yosh. Faqat 8 yosh, 10 yosh razmer. Donagan bormi yo yo'qmi? Faqat pachka. Yaxshi. O'zingiz ishlab chiqarasiz. Telefon nomeringiz bormi yo yo'qmi? Bo'ldi. Mana boshqacha. Nech pul dedingiz ona chekkadagini? 16 ming so'm ekan. 5 yosh, 7 yosh, ha? Yaxshi. Shu Boboshbek bozoriga kelaverasizlar. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 4 da boshlanadi bozor, kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. 10 dan keyin sotuvchilar yig'ishtirishni boshlaydi. 12 da bozor tugaydi. Vaqtliroq kelaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Boboshbek bozori bo'ladi. Qo'qondi bozori bilan bu bozorning o'rtasida 10 kilometr, 12 kilometr yo'l masofasi bor. Shuning uchun adashtirmanglar. Qo'qondi bozori bas bu bozor.